Assalomu alaykum obunachilar. Anchadan beri video qo'ya olmadim. Haligi qushlarning bolasi mana to'rtta ikkitasi o'lgan edi. Mana Xudoga shukr ikkitasi katta bo'lib qoldi mana. Ancha-muncha yo'qotishlar bo'ldi. Uni juftini uchirardim. Qafasda tozalayotib tushib ketib qoldi-da. Mayli hammasi Allohdan. Karellani bolasi bir kun ichida ertalab tursa nobud bo'lib qoldi. Yaxshi edi. Mana o'rniga ukamizni olib kelib qo'shib qo'ydim. Yo'qotishlar bo'ldi. Mayli hammasi Allohdan. Lekin bir narsani ko'rsataman, tepaga chiqaman. Mana o'rnini to'ldirib qo'ydi. Tashlarni ochib bersa, hammasi joy-joyiga tushib qoladi yana.